Ataga necha marta aytdim shu bolaga qo'shilma deb. Ko'zi yoqmaydi buning menga. Bor ekan menga qo'shilmagan. Dadang ko'zim yoqmas ekan. Talqirni nima sigaret chekyapsiz? Miyani tinchlantiradi, stressdan xoli qiladi. Mana bitta chekib bering. Jinim sen dadangning gapi eshitib o'ylayman. To'g'ri, lekin Agar bitta cheksa hech narsa qilmaydi. bitta chekaymi? Dadang necha yosh? 70 ga kirdilar. Ha, oz qolibdi. Sari sigaret chekadigan bo'lib qolding, ha? Men buni shu tagingga top bo'ldim. Agar yana shu talg'irga qo'shilganini ko'rsam, tiqib olaman men buni. Tushundingmi? Talg'ir nima o'ynayapsan? Bezbet degan o'yin. Futbol komandalarga pul tikasan, yutsa normal soqqa ishlab olasan. Davay, mana o'ynayman. Qo'y, shuni o'rgatmay senga. Yana dadang orqangga cho'p tiqmasin. To'g'ri aytasan, cho'p tiqadi, lekin To'xta. Qaysi komandasizmi? Real Madrid. Как раз mana bugun Real o'ynaydi. 100 ming tiksang 400 ming ishlab olasan. Serios? Puling bormi? Alo, dada. Ha. Cho'ntagingizdagi pulni olib bezbetga tuqisib qo'ydim. Qanday ko'rdi seni? Bosh olib chiqib ketyapman endi. Haydasan sen, yana talg'irga qo'shildingmi? O'zi meni hech kimga keragim yo'q, bu uyda ortiqchaman. Talg'irjon bolam, iltimos qilaman sendan. Shu o'g'limdan uzoqroq yur. Otaxon, nahot kerakmi o'g'lingiz menga, ha? Xudoga shukr o'zim bizneslarim bor. O'g'lingizdan boshqa ishim yo'qmi meni? Nima biznesing bor sani? Katta biznesim bor, narsa sotaman. Qarang otaxon, men Umar. Tagimga ikkita odam olaman. Bu tagimdagi yana odam oladi tagiga. Tagimiz gullab yashnasa, biznes shuncha zo'r bo'ladi. Piramidami bu? Yo'q, bu archa. Gulla yashna archa degan biznes. Dada, tagiga qo'shilaylik. Zo'r bo'lib ketamiz. Agar qo'shilaman desanglar, bittada zo'r bo'lib ketasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'ylab ko'ring. Yerbaklar. Tagiga qo'shilaylik bo'yimiz deb san qildi. Men qilmadim, dada. Kim qiladi? Talg'ir qildi-ku. Talg'irga qo'shilsang, qorasi yuqadi. Kim tagimga qo'shiladi, zo'r biznes bor.